Takimdan keyin olganman, qarab. Mana futbolka. Tezroq bo'la, tanaffus tugadi hozir 5 minutga. Hozir. Tezroq bo'linglar, biz ham kiyinishimiz kerak. Kerak. Ey, men qolib ketdim, to'xtanglar ey. Boyma-boy saflan. Sani formang qani? Ustoz, men kasal edim. Kasal bo'lsang chiq o'tir. Sani krasovkang qani? Uyda qolib ketdi ustoz. Nimaga o'zing qolmading uyda deylar hozir. O'zing nimaga uyda qolmading? Nimaga shiming qolib ketibdi uyda? Gaplashma! Agar tuflingni izi qolsa, o'zing tozalaysan. Xo'p ustoz. Hamma o'nga 5 kun yuguramiz. Shagon marsh! Safdan chiqma! Nag'ma qilmay yugur. Xo'p. Yon tomonga, ha, qizlar. Tizzaga urib, ha. Endi badan tarbiya mashqlarini o'tamiz. Ustoz qizi bo'ylik-ku futbol o'ynaylik endi. Ko'p gapirma, kebaqa. Mashqlarni o'rgat bolalarga. Yelkalarni 4 marta oldinga, 4 marta orqaga aylantiramiz. Ey! Boshdan boshla birinchi. Boshdan 4 marta oldinga, 4 marta orqaga aylantiramiz. Shunday qilib. Endi o'ng qo'l tepaga, chap qo'l pastga mana qilamiz. Ketdik. Endi beldan 4 marta chapga, 4 marta o'ngga aylantiramiz. Qaychisimon qolib ketdi. Jumayeva, shu bitta qizni bering, komissiya kelibdi ekan. Shu oilalarni artib chiqsin. Ana, tursan bor. Ke qizim, o'zi ikkita trezacha. Koptok qani? Endi sizlarga koptok kerak. Yes. Qani? Hammang 1-2 ga sana? 1 2 1. Bugungi darsimiz futbolni tarixini o'rganish. Fut degani oyoq. Bol degani koptok. Ustoz, qo'lingizda to'p bilan futbol o'ynaylik. Bu yangi koptok. Komissiya kelsa so'raydi. Futbolni vatani Angliya. Bo'pti. Mana, olinglar. Ozgina o'ynaylik. Koptok topga beqa. Tanaffus bor darsingga yo'qol hammang. Ozgina o'ynaylik, tashla. Yoshlik sani o'ylamagankan. Nimaga shiming qolib ketibdi uyda? alamini oldi lekin. 3. Bir kelima bo'l. Qanchalik? Qanchalik? 1 dey shunaqa qiyinmi? 2. Qanchalik? 1. Çocuğum. Kulma. Yo ana bu kuloptu. Estağfurullah. Ne kulopsan? Kulma. Erkin, sen özün ekansan da. O'ylay agar